FIFAga. Farqi nima? Pro o'ynaydi hammasi. Hammasi pro o'ynaydi. Hammasi futbol o'ynaydi. O'ynaga. Uyda olish bering. Kengash. O'zbekistonda o'yinchilar bugun chiqishdi. Bilmadi o'ynashdi. Birinchi hafta yaxshi o'ynadi, lekin bitta gol urgandan keyin o'ynashni o'ynashni to'xtatishdi. Chunki chiqishlar, ular charchab qoladi. Bilmaydi qanaqa o'ynashdi. Ular hammasi birinchi marta World Cupda, Birinchi marta bu World Cupga chiqishi-yu, yangi ular. Farqi nima? Ular pro o'ynagan. Pro o'ynab, kichkinaligidan futbol o'ynadi. Excuse bor-da, lekin rostdan excuse emas u. Hali ham chiqishdi. Kongo ham menimcha birinchi marta chiqishi. Lekin ular ham yaxshi o'ynadi. Biz qo'rqamiz hammadan. Ularga keyingi safar yutamiz deb ayblamasdan. Keyingi safar hammasi eski bo'ladi. Qanaqa qiladi? Eski bo'ladi-da. Hammasi katta bo'ladi. Like 34 old bo'ladi-da. O'ynamaydi ular. Fayzullayev o'ynaydi. Yangi odamlar kirishi mumkin. Murodjon o'ynasa hali. Murodjon goli bo'lsin. Yangi goli kerak. Yangi goli kerak. Bilmayman. Men kerak. Oy, coach ham yaxshi coach emas. Yaxshi o'yinchi bo'lgan. Like qanaqa qilib deyadi, shundan chiqdi. Kichkina bo'lganda, kichkina emas, lekin 20larda yaxshi o'ynadi. Lekin coachni yaxshi bilmaydi. Shunga yaxshiroq coach kerak.